mayda bachangiz bir ishni qilaman desa, siz ota yo ona yo katta inog'a yo sarparast xonavoda qilmagin dedingiz. U bacha so'rasizdan shuni illatini, dalilini so'radiki, nima uchun qilmagin deysiz? Yo masalan, bacha aytdiki, men shu ishni qilmayman. Siz ota, ona, katta inog'a, sarparast aytdingizki, qilgin. Sizdan so'ra shu bacha bir dalil so'radi. Siz u odamga, bachaga dalili qanoat baxsh ayting. U bachaga ehtirom bering. Nima uchun desa, nima uchuniga illat ayting, nima uchuniga dalil ayting. Ko'to javob bermang. Aytsangizki, men qilma dedim, qilmadi. Men qil dedim, qilganda, bunday bir ko'to javob bilan farzandingizni oldingizdan yuz og'ratmang. Balki unga qanoat baxsh javob bering, ayting, baxotir mana shu narsa uchun men senga aytamanki shu ishni qil. Va baxotir mana shu dalili, shu illat men senga aytamanki shu ishni qilma. Pas yodingizga bo'lsin, ey ota, ey ona, ey katta inog'a, ey sarparast, vaqtiki mayda farzandingizga bir ishni qilgin yo qilmagin deysiz, hatman bir dalili qanoat baxsh baxotir ehtiromi farzandingiz ayting. Agar siz farzandingizga ehtirom berasiz, muntazir bo'lingki farzandingiz ham sizga ehtirom berar. Farzandingizga qanoat berdingiz, daroyanda muntazir bo'ling, farzandingiz ham qilgan ishiga sizga qanoat beradi. Ehtirom ikki tarafdan bo'ladi. Ota, ona, katta, kichikka ehtirom bersin va daroyandaga ham muntazir bo'lsinki farzandidan ehtirom ko'radi.